Valla $10,000 pulim bor. Qanaqa mashina olayin deb ikkilanib qolman. Mana Gentra bor, katta bolalar mashinasi bor, Luki bor, Abezi bor. Eng zo'r mashina Gentra bo'ladi. Nima qilasan Gentrani 17 ta benzin yeydi. Mana Cobalt ol, Braziliyada chiqqan. Hadovoylari ko'pdi. Baland mashina. Bu mashina tunukadan yasalgan. Yomg'ir yog'sa taq qiladi. Buni bor, seriyani abagreiflari bor. Eng zo'ri Gentra. Va nima qilasan Gentrani Cobalt olga uzoq yo'lga ham zo'r ketadi bu jigar. Muzoqda aka. Hop. Hozir bola shuna qizim kelib qoldi. Shunda maslahatlashib oling. Menga qara, $10,000 pulim bor. Qanaqa mashina olayki, maslahat ber. Bola, mashina oldim. To'shni Gentra olgansiz. Yo'q. Yo'q, Cobalt olgan. Ikkalasini ham olganim yo'q. 7,000 ga Spark bosib yubordim. Chaqmoqda yur ekan. Hadovoyi zo'r. Tormoz bo'yicha bunga yetadigan yo'q ekan. Qolgan 3,000 ni nima qilding? Qolgan 3,000 egami, mashinalarni opa-dodasi bo'lgan legendarniy qizimga Matiz oldim. Oltin olma, Matiz ol. Matiz oltin emasmi?